Tayson, menga belbog'ni keltiring. Yason va Olimp qahramonlari. Qahramon bo'lsang-ku, barchaga yordaming tegsa, butun olamni qutqarib, yovuzlarni jazolasang, xavf-xatar barcha yerda bor. Ammo mo'jizaga ishonch mustahkam. Yason, sen Olimp qahramonlari bilan. Yason, sen ham albatta qahramon bo'lasan. Yason va Garpiyalar. Yupiter, qayerdasan? Nima uchun javob bermayapsan? Bizga yordaming kerak. Uxlab qolmadim shekilli. Hoy turinglar. Tezroq, yo'qsa baridan quruq qolasiz. Dur, sen buni ko'rishing kerak. Hey. Yana 5 daqiqa uxlay. Meni shuning uchun uyg'otdingmi, a? Tushunmayapsanmi? Axir bu quyosh tutilishi-ku. Bu juda chiroyli. Ammo bizda baribir muammo bor. Ya'ni taqdir g'ildiragi ishlamayaptimi? Yo'q. Quyoshda dog' paydo bo'lgandan beri bu koinotlar orasidagi muvozanatning buzilishidan bo'lsa kerak. Tashqi olamdan uzilib qolganmiz shekilli. Bor uxlasam maylimi? Senga bu ishga ruxsat yo'q. Senga bir maktubni beraman. Bu muhim topshiriq. Uni keyinroq bajarsam bo'lmaydimi? Bugun do'stim Feneusning tug'ilgan kuni. U Galapanes sharqidagi qishloqda yashaydi. Unga bu xatni va qimmatbaho lakritsadan bir xaltacha eltib berasan. Bu u sevgan tansiq taom. Menga ham yoqadi. Ya'ni unga buni jon deb eltib beraman. Men yo'lga tushdim. Merkuriy, unutma. O'tgan galgidek yo'ldan chalg'ima. Va'da beraman, chalg'imayman. Men sen bilan bugun hammaning ishi bor ekan. Zerikib o'tiribman. Yo'q deydigan odatim yo'q, ammo menga falokat kerak emas. Axir bu meni kasbim. Yupiter hech nima bilmaydi. Ayniqsa taqdir g'ildiragi ishlamay turgan vaqtda. Voy! Nihoyat qo'ndik. Nega o'tiribmiz? Zarpas qishlog'i narigi tarafda-ku. Zarpasmi, marpasmi ortiq ucha olmayman. Men ochman. Ovqat bo'lsa yo'q demasdim. Buni sezmaydi deb o'ylayapsanmi? Axir ko'p olmadik-ku. Sezmaydi deb o'ylayman. Lakritsa ma'budlar taomi. Hoy, bu nimasi? Qochinglar, kech bo'lmay turib qochib qoling. Hoy, biz qocha olmaymiz. Biz muhim xabarni yetkazishimiz kerak. Feneusni tanimaysizmi? Ha, ammo uni unuting. Qochish kerak. Qishloq la'natlangan. Qoching, qoching. Qoching! Yigitcha nega qochganini tushundim. Avval ularni ham ko'rganman, Draxus bilan. Bir narsaga aminman. Ular bizni yamlamay yutib yuborishi mumkin. Biron nima o'ylab topa olmaysanmi? Faqat lakritsani emas. Yo'q, unday qilma. Unda o'zing nimadir o'ylab top. Balki shunda bizni yeb yuborishmas. Xo'sh, yeshyaptimi? Yo'q, yordam bermadi. Ular hatto tatib ham ko'rishmadi. Yordam bering, yordam bering. Hoy, eshikni ochinglar. Hoy, kim bor? Eshikni oching. Biz ichkariga kiriting. Nazarimda ular uchib ketishdi. Bizni qutqarib qolganingiz uchun rahmat, janob. Feneus. Meni ismim Feneus. Mahalliy kohinman. Ha, demak siz bizga kerak bo'lgan odamsiz.
Men Merkuriyman. Yupiter Olimp tog'idan meni yubordi. U sizga mana buni yetkazishimni so'radi. Tug'ilgan kuningiz bilan. Yupiter, albatta, duolarim ijobat bo'ldi. Tug'ilgan kunim haqida unutman, u esa yo'q. Hatto shuncha yil o'tsa ham. Odatda menga lakritsa yuborardi. Uni mazza qilib yerdim. Biram ochmanki. Mayli, ahamiyati yo'q. U seni yordamga yuborayotib juda shoshgan bo'lsa kerak. Do'stingning ismi nima? Bu Yason. U Olimpda biz bilan yashaydi. Vaqti bilan ishimda yordam beradi. Janob Fenus, albatta biz yordam beramiz. Ammo garpiyalar bu yerda nima qilyapti? Nima uchun bizga hujum qilishdi? Buni tarixi uzun. Ular qishloqni talashyapti. Odamlar uylariga berkinib olishdi. Ularning hujumidan hamma xavotirda. Boya yigit nega bunchalik tez qochganini tushundim. Nima uchun ular sizni qishlog'ingiz yonida yashashyapti? Hozir buni aytib beraman. Elius ismli bir jodugar bor edi. U bizni qishlog'imiz yaqinida istiqomat qilardi. Dalani narigi tarafida hech kimga ziyoni yetmasdi. Keksa odamlarga xos beozor edi, toki bir kun qishloqdagi barcha ayollarni garpiyalarga aylantirib qo'ymaguncha. Nega? Nima uchun? Bu rashk. U qishloqdagi bir ayolni sevib qolibdi, ammo boyoqishning sevgisini rad etishibdi. Sen yuragimni tirnoqlaring bilan yulib olib, dengizga suzib ketding, xuddi la'natlangan qushday. Keyin u qaytib keldi. Shu tariqa qishloqdagi barcha ayollarni la'natli qushlarga aylantira boshladi. Birin-ketin yo'lida duch kelganini. Faqat men garpiyalarni qanday qilib yo'q qilishni bilaman. Ammo buni bir o'zim uddalay olmayman. Siz yolg'iz emassiz, yoningizda biz bormiz. Tashvishlanma, u tirik, shunchaki biroz charchagan. Tushunarli. Biz jodugarni to'xtatib qolamiz. Bu bizning ishimiz emas. Ular qanday qushligini bilasan-ku. Uni ustiga Fenus aqldan ozmagan deb o'ylaysanmi? Ko'zga ko'rinayotgandir. Ko'rinishdan ham kasalga o'xshaydi. U Yupiterning do'sti. Uni ustiga qo'rqin. U bizni qutqarib qoldi. Shunchaki juda och qolgan. Garpiyalar bilan urushib bo'lsa ham, unga yegulik topib kelish kerak. Mayli. Agar jodugarni to'xtata olsak, Yupiter biz bilan faxrlanadi. Tirik qolsak albatta. Menga tuyuldimi yoki bu chindan ham olma daraxtimi? Yo'q, men ham uni ko'ryapman. Unda olg'a? Yason, senga olma daraxti shunday joyda turgani g'alati ko'rmayaptimi? Qo'ysang-chi, qo'rqma. Garpiyalar olma yeyishmaydi. Terayapsanmi? Ha. Osongina tushuntirsa bo'ladi. Garpiyalar lakritsada yeyishgan, shuning uchun ortimizdan qo'shmadi. Yo'q, shunaqa degan. Ishlamayapti. U yerda nima bo'layotganini tushuna olmayapman. Axir bu Draxusning garpiyalari-ku. Yason va Merkuriyning tepasida. Bugun chindan ham yomon kun bo'ldi. Davom et, Venera. Mashq muvaffaqiyat kaliti. Venera, Mars, Yason va Merkuriyni qutqarish kerak. Ular Zarpas qishlog'ida katta xavfda. Yaxshi, ammo men o'zim uddalayman. Buni bir marta eplaganman. Bugun emas, Venera. Zarpasga garpiyalar hujum qilgan shekilli. Menimcha ularning ortida Draxus turibdi. Agar shunday bo'lsa, senga Marsning yordami kerak bo'ladi. Mayli, ammo men boshqaraman. Sen gullar bilan shug'ullan, men esa yelda uchib qutqaraman. Tushundingmi, cho? Xudo, bu qushlar meni jahlimni chiqarishyapti. Bu safar ularni lakritsa bilan alday olmaymiz. Balki bir juft olma ularni to'xtatib qolar. Qanotlaring kuchga to'lib olguncha deyman-da.
bo'lsa kerak. Juda vaqtli xursand bo'ldik. Garpiyalarni chalg'itish oson emas. Tezroq qaytaylik. Muammo bor shekilli. Mayli, hozir yordam beramiz. Cho! Meni ko'rganingizdan xursandmisiz, yigitlar? Bo'ldi. Endi Alimdan hech qachon ketmaysizlar. Nuqul muammo keltirasiz. Qani uyga jo'naylar. Yo'q, Mars, ilojimiz yo'q. Biz Yupiterni do'sti Fenusga yordam berishimiz kerak. U juda kasal. Unga olma terib keldik. Bu garpiyalar yovuz jodugarning mahsuli. U dala chetida yashaydi. Ular jodugar irodasiga bo'ysunadi. Biz albatta Fenusga yordam beramiz. Axir u Yupiterni do'sti. Uni falokatda qoldirib keta olmaymiz. Juda soz. Sen Feneusga qara, men esa jodugar bilan gaplashib qo'yaman shaxsan o'zim. Faqat Fenus ularni yengish. Menga e'tiroz bildirma. Ana bu yoqqa chiq, yolg'iz jodugar, qahramonlarday jang qil. Yoki qushchalarning patlar orasiga berkinib oldingmi, a? Fenus, siz Eliusni jodusini bartaraf etish mumkin deb aytgandingiz. Qanday qilib? Garpiyalardan biri ayol emas. Gap shundaki, sevimli qizi dengizchi bilan ketgach, Elius jodular kitobini olib, undagi yovuzlik chaqiruvchi duolarni o'qigan. U qasos olishni istardi. Ani eshitib, Draxusni o'zi uni oldiga yetib keldi. Shunaqa. Draxus, o'zim ham bilgandim. Ha, Draxus Eliusga garpiyalardan birini taklif etdi. Qasos olish uchun ana shu peshonasida qizil pati bor garpiya Eliusga qahrli mahluqlarni paydo qilish xususiyatini berdi. Ular o'z xo'jasiga bo'ysunadigan ahvolga keladi. Albatta ular almashishdi. Evaziga Elius Draxus va uni yovuz kuchlariga abadiy bo'ysunadigan bo'ldi. Qoyil, Draxus shu ishga ham aralashibdi. Xuddi usiz muammo kamday. Attay. Ammo Fenus ularni yo'q qilish yo'lini biladi, shundaymi? O'sha kelishuvda ishtirok etgan garpiyaning Ahillesnikiday nozik joyi bor. Agar uni peshonasidan qizil patni yulib ola olsangiz, u bor jodusidan ayriladi. Shu tariqa jodugar qasos olish uchun Draxusdan olgan kuch yo'q bo'ladi, qo'yadi. Muammo nimada? O'sha yerga borib patni yulib olsak bo'ladi. Bu qiyin emas. Mars o'sha yerni vayron qilgan bo'lsa kerak, shundaymi? Pegas shu yerda bo'lsa, demak Mars ham shu o'rtada. Mars! Mars! Mars qayerdasan? Qo'y Mars! Bu menga negadir yoqmayapti. Bilaman. Agar Mars jodugarni yenggan bo'lganda, buni allaqachon eshitgan bo'lardik. Bo'linib olish kerak. Birortamizga bir narsa bo'lsa, qolganlar tirik qoladi. Yaxshi. Ikkingiz anavi tomonni tekshiring. Men yerto'lani qarab chiqaman. Garpiyalar, jodugar, Draxus, xabar tashuvchining ishi xavfli bo'lib boryapti. Kim? Eshityapsanmi? Merkuriy. Nima? Beri kelib bir qara. Qani nari turchi? Qoyil. Ularni bari ayol, ammo ichida bittasi. Ha, yodimda. Bilaman. Uni boshida qizil pati bo'lish kerak. Uni qanday qilib topamiz? Quduqni igna bilan kavlagandek gap bu. U bu yerda emas. Menimcha Elius uni yonidan qo'yib yubormaydi. Qani tekshirib ko'raylikchi. Voy. Mars? Venera qoch. Tezroq bu yerdan ket. Salom, Venera. Seni kutgandim. Qoch deb aytdim-ku. Xo'sh. Venera sevgi ma'budi.
Omad, Venera-ku. Agar u o'sha yerda bo'lsa, demak Yason ham shu atrofda bo'ladi. Arion belbog'i ham. Uni topinglar. Meni qayerdan taniysiz? His qilgandim, chunki men ham sevganman va baxtiyor bo'lganman. Ammo sen menga xiyonat qilding. Endi badalini to'laysan. Yaramas jodugar, uni tinch qo'y. Yaxshisi men bilan jang qil. Sen va men, jodugar va jangchi. Sen charchab qolding degan fikrdaman, hamda yutqazib qo'yding. Sen hatto meni qushlarimni yenga olmading-ku. Endi meniksan. Sen esa shaxsan menga sevgim uchun tovon to'laysan. Quduqdagi igna ham topildi. Qizilpatli Garpiya va Venera. Yaxshisi unga qo'l tekkizma, yo'qsa mendan ko'rasan. Qo'l tekkizish hech qachon undan ko'ra mana qara. Bu kecha 1 daqiqadan keyin tugaydi shekilli. Uni nima qilmoqchi? Yo'q. Endi yelkamda o'tir, meni suyukli ma'budim. Bu Yason, belbog'ni menga olib keling. Tezroq, tezroq. Qochaldikmi? Yason, patni ushla. Qo'ying, uni oldim. Ammo u belbog'imni olib qo'ydi. Tashvishlanma, yigitcha. Belbog'ni ushla. Ko'zingga nima bo'ldi? Ular ancha chiroyli bo'lib qoldimi demoqchi edim. Ha, endi Marsni olib bu yerdan ketaylik, toki garpiyalar chiqib ketmaguncha. Uni qanday ochamiz? Ehtiyot bo'l. Bu meni qilishlarim. Bu yerdan osonlikcha keta olmaysiz. Hay, mendan nari tur. Mana shunaqa. Qani bo'l Mars. Rahmat Mars. Men uni bunchalik ota olmasdim. Yason, tezroq, menga yordam ber. Boshqa bunday qilma, yigitcha. Biz zo'r jamoamiz, shundaymi Mars? Ha, shunday. Qasos, qasos, men qasos istayman. Ha, doim bitta gap. Bunga yetarli bo'ldi deb o'ylayman, Merkuriy. Yana yashash va sevgi vaqti keldi. Qalbim tubida meni kechirdingiz degan umiddaman. Barcha ishlarim uchun uzr so'rayman. Qo'limdan kelgancha sizga xizmat qilishga urinib ko'raman. Bayram endi boshlanyapti. Sizlardan to abad minnatdormiz. Sizlar qishloqni asrab qoldingiz. Merkuriy, bu xatni Yupiterga yetkazib qo'y. Unda meni tug'ilgan kunimga bizni xalos etgan jamoani yuborgani yozilgan. Yason, fikrimcha sen hali ko'p qahramonliklar qilasan. Rostdanmi? Umid qilaman, rahmat. Qo'hin, bunday so'zlarni aytganda ta'sirlanmay bo'ladimi? Xo'sh, biz yo'lga tushishimiz kerak. Shoshib nima qildik? Ziyofatga qolaylik. Shunchaki ochman. Bu yerda turgan bari yegulikni paqos tushaman voy. Merkuriy yo'q. Yo'qsa arava og'irlashib ketadi. Pegas ham seni ko'tara olmay qoladi. Qani olg'a, olg'a. Olg'a, ketdik. Agar ko'rganingizni edi. Biz jodugar bilan kurashdik. Ha, bilaman, taqdir oynasi yana ishlay boshladi. Men hammasini ko'rib turdim. Unda qanchalik jasur bo'lganini ko'rgandirsiz. Xuddi shunday. Shuning uchun yangi topshiriq tayyorlab qo'ydim. Yangi topshiriq? Ko'pgina lakritsa tayyorlashim kerak. U yo'q ekan,
g'oyib bo'libdi. Bu yaxshi topshiriq. Bu belbog' meniki bo'lishi kerak. Uni qo'lingga olganding, ammo sen mushqi allaqanday qizga bas kela olmading. Yana katta xatoga yo'l qo'yding. Yo'q! Keyingi safar yason, keyingi safar mendan qutulib keta olmaysan. Orion belbog'i meniki bo'ladi. Film Nodavlat telekompaniyalar teletarmog'i dublyaj studiyasida o'zbek tiliga o'girildi.